Bugun men sizga yangi qonun bo'yicha juda muhim masalani tushuntirib beraman. Bu mavzu faqat tadbirkorga, faqat haydovchiga yoki faqat qarzdor odamga tegishli emas. Bu ma'lumot deyarli har bir oilaga, har bir ishlayotgan odamga, hujjat bilan ish qiladigan har bir fuqaroga tegishli. Chunki qonundagi o'zgarishlarni bilmaslik odamni jarimaga, ortiqcha xarajatga, sudga, bank hisob varag'i bloklanishiga yoki kerakli huquqidan foydalana olmaslikka olib kelishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ring. Men buni oddiy tilda hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Oldin qanday edi? Endi nima o'zgardi? Kimlar ehtiyot bo'lishi kerak? Kimlar qo'rqmasligi kerak? Qaysi joylarda odamlar ko'p xato qiladi va amalda nima qilish kerak? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bunday huquqiy ma'lumotlarni vaqtida bilish ko'p muammoning oldini oladi. Men ko'p yillik amaliyotda bitta narsani ko'raman, odamlar qonunni odatda muammo chiqqandan keyin o'qiydi. Masalan, bank kartasidan pul yechilib ketgandan keyin, jarima kelgandan keyin, ijro hujjati ochilgandan keyin, uy-joy yoki mashina oldi sotishda to'siq chiqqandan keyin, ish joyida maoshdan ushlab qolish boshlangandan keyin. Aslida esa yangi qonunlar va yangi tartiblar aynan shunday holatlarda oldindan tayyor bo'lish uchun kerak. Oldin ko'p masalalarda tartib uncha aniq emas edi. Yoki odam bir nechta idoraga borishga majbur bo'lardi. Bir joyda ariza yozasiz, ikkinchi joydan ma'lumotnoma olasiz, uchinchi joydan tasdiq kutasiz. Natijada oddiy fuqaro nimani qachon qilishini tushunmay qolardi. Hozir yangi tartiblarning asosiy maqsadi shuki, ayrim jarayonlar elektronlashadi, ayrim majburiyatlar aniq muddatga bog'lanadi, ayrim javobgarliklar kuchayadi, ayrim huquqlar esa fuqaroga qulayroq ko'rinishda beriladi. Lekin mana shu yerda eng katta xavf bor. Tartib qulaylashgani bilan mas'uliyat ham oshadi. Masalan, oldin xabarni qog'oz shaklida olmasangiz, men bilmadim deyish imkoniyati ko'proq bo'lgan. Hozir esa elektron xabarnoma, shaxsiy kabinet, SMS, bank ilovasi, davlat xizmatlari portali orqali yuborilgan ma'lumot ham muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Ya'ni qonun sizga imkoniyat beradi, lekin sizdan ham hujjatlaringizni, qarzlaringizni, ro'yxatdan o'tgan manzilingizni, telefon raqamingizni va elektron kabinetlaringizni nazorat qilishni talab qiladi. Yangi qonundagi eng muhim o'zgarishlardan biri shuki, fuqarolar va tashkilotlar bilan bog'liq ayrim majburiyatlar endi tezroq aniqlanadi va tezroq ijroga qaratiladi. Men buni sodda qilib tushuntiraman. Agar sizda jarima, soliq qarzi, aliment majburiyati, kredit bo'yicha sud qarori yoki kommunal to'lovdan kelib chiqqan talab bo'lsa, bu ma'lumotlar turli tizimlarda ko'rinishi, ijro organlariga yuborilishi, bank hisob varag'iga ta'sir qilishi yoki boshqa huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Oldin odam ayrim qarzlarni yillar davomida unutib yurardi. Masalan, 300 ming so'mlik jarima bor, odam uni to'lamagan. Lekin hech narsa bo'lmayotgandek ko'rinadi. Keyin u avtomobilni sotmoqchi bo'ladi yoki bankdan kredit olmoqchi bo'ladi. Shu payt qarz, penya, ijro xarajati bilan birga kattalashib chiqqanini ko'radi. Endi esa bunday holatlarni erta aniqlash va ijroga tezroq yo'naltirish mexanizmlari kuchaymoqda. Bu yaxshi tomoni bilan intizomni oshiradi. Yomon tomoni bilan esa beparvo odamni kutilmagan xarajatga tushiradi. Ikkinchi o'zgarish hujjat aylanishi bilan bog'liq. Ko'p holatlarda ariza, shikoyat, ma'lumotnoma, ruxsatnoma va javoblar elektron shaklda yuritilishi mumkin. Bu degani, siz idoraga borib navbat kutmasdan ayrim ishlarni onlayn hal qilishingiz mumkin. Lekin bir narsani aniq tushunish kerak. Elektron ariza ham rasmiy ariza hisoblanadi. Unda noto'g'ri ma'lumot yozilsa, muddat o'tkazib yuborilsa yoki kerakli hujjat ilova qilinmasa, javob ham shunga qarab bo'ladi. Men telefon orqali yuborgandim, jiddiy emas deb o'yladim degan gap keyin yordam bermasligi mumkin. Uchinchi muhim o'zgarish shuki, ayrim huquqlarni himoya qilish muddati va tartibi aniqroq bo'ladi. Masalan, sizga jarima keldi. Siz jarimaga rozi bo'lmasangiz, uni vaqtida ko'rib chiqish, dalil keltirish, shikoyat qilish kerak. Ko'p odam xatoni shu yerda qiladi. Keyin boraman, bir tanishdan so'rayman, o'zi bekor bo'lib ketar deb yuradi. Muddat o'tib ketgandan keyin esa jarimani bekor qilish ancha qiyinlashadi. Qonunda muddatlar bekorga yozilmaydi. Muddat o'tishi bilan sizning huquqingiz kuchsizlanadi. Qarshi tomonda esa hujjat ijroga qaratish imkoniyati paydo bo'ladi. Birinchi navbatda qarzdorligi bor odamlar ehtiyot bo'lishi kerak. Qarzdorlik deganda faqat katta kreditni tushunmang.
Bir de 1 ming so'mlik ma'muriy jarima, 1 ming so'mlik kommunal qarz, 1 ming so'mlik soliq qarzi aliment bo'yicha kechikkan to'lov. Sud qarori bilan belgilangan kompensatsiya ham majburiyat hisoblanadi. Kichik qarz vaqtida yopilmasa, unga qo'shimcha xarajatlar qo'shilishi mumkin. Masalan, odam 3 ming so'mlik jarimani to'lamaydi, keyin ish ijroga o'tadi. Ijro xarajatlari qo'shiladi. Bank kartasiga cheklov tushadi. Natijada 300 ming so'mlik masala odamning ish haqi, oilaviy xarajatlari va kredit tarixiga ta'sir qiladigan muammoga aylanadi. Ikkinchi guruh tadbirkorlar. Tadbirkorlar uchun yangi tartiblar ikki tomonlama ahamiyatga ega. Bir tomondan elektron xizmatlar va aniq qoidalar ishni tezlashtiradi. Ikkinchi tomondan hisobot, soliq, shartnoma, xodim bilan mehnat munosabati, kassa intizomi. Iste'molchi huquqlari bo'yicha xatolar tezroq aniqlanishi mumkin. Masalan, kichik do'kon egasi bir xodimni og'zaki kelishuv bilan ishlatadi. Maoshni naqd beradi, rasmiy buyruq yo'q, mehnat shartnomasi yo'q. Tekshiruv yoki nizoli vaziyat bo'lsa, bu tadbirkor uchun jarima, majburiy to'lov va obro'ga zarar bo'lishi mumkin. Uchinchi guruh ko'chmas mulk yoki avtomobil sotib olayotganlar. Men doim aytaman, shartnoma imzolashdan oldin tekshirish kerak. Uy olayotgan odam faqat narx va joylashuvga qaraydi. Lekin mulkda taqiq bormi? Egalar rozimi? Kommunal qarzlar bormi? Sud nizosi bormi? Garovga qo'yilganmi? Meros masalasi to'liq hal bo'lganmi? Bularni tekshirmasa, keyin katta muammo chiqadi. Yangi tartiblar ayrim ma'lumotlarni olishni osonlashtirishi mumkin, lekin tekshirish mas'uliyati baribir xaridorning o'zida qoladi. 4-guruh haydovchilar. Yo'l harakati qoidalari bo'yicha jarimalar, kamera qaydlari, jarimani vaqtida to'lash yoki shikoyat qilish masalalari yangi tartiblar bilan yanada muhim bo'ladi. Masalan, avtomobil egasi mashinasini ukasiga beradi. Kamera qoidabuzarlikni qayd qiladi. Jarima avtomobil egasiga keladi. Men haydamaganman deyish uchun ham tartib bor, dalil bor, muddat bor. Vaqtida harakat qilinmasa, jarima avtomobil egasining zimmasida qolishi mumkin. Agar siz hujjatlaringizni tartibda yuritsangiz, qarzlaringizni nazorat qilsangiz, shartnomalarni yozma shaklida tutsangiz, kelgan xabarnomalarni e'tiborsiz qoldirmasangiz, yangi qonundan qo'rqishning hojati yo'q. Aksincha bunday tartiblar sizga yordam beradi. Chunki aniq qoida bo'lsa, fuqaro ham, tadbirkor ham o'z huquqini osonroq himoya qiladi. Masalan, siz biror xizmat ko'rsatuvchi ustaga 2 million so'm berdingiz. Oldin og'zaki kelishuv bo'lgan, hech qanday tilxat yo'q. Usta ishni bajarmadi. Sizning qo'lingizda dalil bo'lmasa, pulni qaytarish qiyin bo'ladi. Endi siz oldindan shartnoma yoki hech bo'lmasa yozma tilxat, bank o'tkazmasi, cheklar, yozishmalarni saqlasangiz, nizo chiqqanda huquqingiz ancha kuchli bo'ladi. Qonun dalil bilan ishlaydi. Hissiyot, xafagarchilik hamma biladi-ku degan gap sud yoki idora uchun yetarli emas. Yana bir misol, ish beruvchi sizga maoshni kechiktiryapti. Agar siz rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, mehnat shartnomangiz bo'lsa, ish vaqtini tasdiqlovchi hujjatlar bo'lsa, siz talab qo'yishingiz osonroq. Agar hammasi og'zaki bo'lsa, birinchi muammo dalil to'plashdan boshlanadi. Shuning uchun yangi qonunlardan qo'rqmaydigan odam bu hujjat bilan ishlash madaniyatini shaxlantirgan odamdir. Birinchi vaziyat, fuqaro bankdan 10 million so'm kredit olgan. Ishini yo'qotgani sababli 3 oy to'lay olmaydi. U bankdan yashirinadi. Qo'ng'iroqlarga javob bermaydi, shartnomani o'qimaydi. Natijada qarz asosiy summadan tashqari foiz, penya va sud xarajatlari bilan oshadi. Agar u birinchi oyning o'zida bankka murojaat qilib restrukturizatsiya so'rasa, daromadi kamayganini tasdiqlovchi hujjatlarini bersa, to'lov jadvalini qayta ko'rib chiqish imkoniyati bo'lishi mumkin edi. Demak, yangi tartiblar shuni ko'rsatadi, muammoni yashirish emas. Hujjat bilan rasmiy hal qilish kerak. Ikkinchi vaziyat. Haydovchiga 6 ming so'm jarima keladi. U kamera noto'g'ri qayd qilgan deb hisoblaydi, lekin shikoyat qilish o'rniga tanishlardan so'raydi, vaqt o'tkazadi. Bir necha haftadan keyin jarima ijroga ketadi. Endi u nafaqat jarimaning o'zini, balki qo'shimcha xarajatlarni ham ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Agar u birinchi kunlarda surat, video, avtomobil kimda bo'lgani, marshrut va boshqa dalillarni yig'ib belgilangan tartibda shikoyat qilganda imkoniyatlari ko'proq bo'lardi. Uchinchi vaziyat, oila uy sotib oladi. Narx bozor narxidan 15% arzon. Hamma xursand, lekin keyin ma'lum bo'ladiki, uy bo'yicha merosxo'rlar o'rtasida nizo bor ekan. Xaridor pul bergan, ko'chib kirgan, ta'mir boshlagan. Endi sud jarayoni boshlanadi.
Bunday vaziyatda arzon narxning sababi tekshirilishi kerak edi. Mulk hujjatlari, kadastr, egalar roziligi, sud nizolari, taqiqlar, garov holati, kommunal qarzlar oldindan ko'rilsa, katta xavfning oldi olinardi. 4-vaziyat. Tadbirkor mahsulot sotadi, lekin qaytarish va kafolat shartlarini aniq yozmaydi. Xaridor mahsulot nosoz deb da'vo qiladi. Tadbirkor esa sotganda yaxshi edi deydi. Hujjat yo'q. Qabul topshirish dalolatnomasi yo'q. Kafolat sharti yo'q. Natijada nizo cho'ziladi. Agar tadbirkor chek, shartnoma, kafolat muddati, foydalanish qoidasi va qaytarish tartibini aniq berganida o'zini ham, xaridorni ham himoya qilgan bo'lardi. Har bir qonunda istisnolar bo'ladi. Eng katta xato shuki, odamlar bitta umumiy gapni eshitib, uni hamma holatga qo'llaydi. Masalan, jarimani bekor qilsa bo'ladi degan gapni olaylik. Ayrim holatlarda jarimani bekor qilish mumkin. Lekin buning uchun asos bo'lishi kerak. Noto'g'ri rasmiylashtirish, dalil yetishmasligi, muddat buzilishi, texnik xato, vakolatli organ xatosi yoki boshqa qonuniy sabab. Shunchaki men rozi emasman deyish yetarli emas. Yana bir nozik masala elektron xabarnoma. Ba'zi odamlar telefon raqamini almashtiradi, lekin davlat xizmatlari profilida eski raqam qoladi. Ba'zilar yashash manzilini o'zgartiradi, lekin ro'yxatdan o'tish masalasini yangilamaydi. Keyin xabarnoma kelmaganini aytadi. Amalda esa tizimda siz ko'rsatgan ma'lumotlar bo'yicha xabar yuborilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun shaxsiy ma'lumotlaringizni yangilab turish juda muhim. 3-nozik nuqta. Qarzni qisman to'lash har doim ham muammoni yopmaydi. Masalan, siz 1 million so'm qarzdan 700 ming so'm to'ladingiz. Qolgan 300 ming so'm. Penya yoki ijro xarajati ochiq qolsa, cheklov ham ochiq qolishi mumkin. To'lovdan keyin albatta qarz yopilganini tasdiqlovchi ma'lumotni tekshirish kerak. Bank ilovasida pul ketgani ko'rinishi boshqa. Tizimda majburiyat yopilgani boshqa masala. 4-nozik nuqta og'zak kelishuv. Qonunda ayrim og'zak kelishuvlar ham tan olinishi mumkin, lekin nizo chiqqanda isbotlash muammosi paydo bo'ladi. Shuning uchun men har doim aytaman, pul, mulk, ish, xizmat, qarz, kafolat, ijara, sheriklik bo'lsa yozma hujjat qiling. Juda katta shartnoma bo'lishi shart emas. Muhimi, kim, kimga, qancha, qachon, nima uchun? Qaysi shart bilan degan savollarga javob bo'lsin. Endi eng muhim qism. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, o'zingizning qarz va majburiyatlaringizni tekshiring. Bank ilovalari, davlat xizmatlari portali, soliq organlari, jarimalar bo'yicha rasmiy manbalar, kommunal xizmatlar, shaxsiy kabinetlari orqali holatingizni ko'ring. Agar kichik qarz bo'lsa ham, uni e'tiborsiz qoldirmang. Kichik qarz keyin katta muammoga aylanishi mumkin. 2-qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqami, elektron pochta, davlat xizmatlari profilidagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi kerak. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, yuridik manzil, bank rekvizitlari, soliq hisoboti, xodimlar bilan shartnomalar, kassa va chek masalalarini tekshiring. 3-qadam, har qanday talab yoki jarima kelganda muddatni yozib qo'ying. Masalan, sizga xabarnoma keldi. O'sha kuni skrinshot qiling. Sanani belgilang, hujjat raqamini yozib oling. Agar rozi bo'lmasangiz, shikoyat uchun qancha vaqt borligini aniqlang. Shikoyatda hissiyot yozmang. Men noroziman debgina yozish kuchli hujjat emas. Shikoyatda fakt bo'lishi kerak. Qaysi qaror, qaysi sana, nima noto'g'ri, qaysi dalil bor, nima so'rayapsiz? 4-qadam, dalillarni saqlang. To'lov cheklarini, bank o'tkazmalarini, SMS xabarlarini, shartnomalarni, tilxatlarni, foto va videolarni yo'qotmang. Telefoningizda alohida papka qiling. Muhim hujjatlarni elektron shaklida ham saqlang. Nizo chiqqanda bir dona chek yoki bitta yozishma butun vaziyatni o'zgartirib yuborishi mumkin. 5-qadam, idoraga murojaat qilganda aniq yozing. Arizada kimga murojaat qilayotganingiz o'zingizning ma'lumotlaringiz. Masalaning mazmuni, talabingiz va ilova hujjatlar bo'lishi kerak. Iltimos, ko'rib bering degan umumiy gap o'rniga falon qarorni bekor qilishni so'rayman. Qarzdorlik qayta hisob-kitob qilinishini so'rayman. Ijro harakati to'xtatilishini so'rayman. Ma'lumotnoma berishni so'rayman deb aniq yozing. 6-qadam, murakkab vaziyatda mutaxassisga murojaat qiling. Ayniqsa, uy-joy, yer, katta qarz, sud, aliment, meros, biznes shartnomasi, avtomobil oldi sotdisi yoki bank bilan nizo bo'lsa, tanishim shunday degandi degan maslahat yetarli emas. Har bir ishning hujjati boshqacha bo'ladi. Ba'zan bitta noto'g'ri imzo keyin yillar davomida muammo bo'ladi.
Demak, yangi qonun va yangi tartiblarning asosiy mazmuni shuki, huquq va majburiyatlari yanada aniqroq, jarayonlar ko'proq elektron shaklga o'tmoqda. Muddatlar va javobgarlik masalasi jiddiylashmoqda. Bu tartibdan qo'rqish kerak emas, lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. O'z qarzlaringizni tekshiring, hujjatlaringizni tartibga keltiring, shartnomalarni yozma qiling. Xabarnomalarni vaqtida o'qing va har bir muhim masalada dalil saqlang. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq telefoningizdan yoki kompyuteringizdan o'z jarimalaringiz, qarzlaringiz, soliq va kommunal holatingizni tekshirib chiqing. Agar biror tushunarsiz talab chiqsa, uni tashlab qo'ymang. Sanasini belgilang va rasmiy tartibda aniqlik kiriting. Huquqiy savodsizlik ko'pincha odamga qonunning o'zidan ham qimmatga tushadi. Siz bu yangi tartib haqida qanday fikrdasiz? Hayotingizda shunday holat bo'lganmi? Kichik qarz yoki bitta hujjat sabab katta muammo chiqqanmi? Fikringizni kommentariyada yozing. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumotni oldindan bilgan odam o'zini ham, oilasini ham ortiqcha muammodan himoya qiladi.